Boshqaruv amaliyotida vakolat va mas'uliyat bilan bog'liq qanday muammolarni uchratish mumkin? Vakolat va mas'uliyat boshqaruv jarayonida samarani ta'minlaydigan eng asosiy tushunchalardan biri bo'lib hisoblanadi, lekin aksariyat rahbarlar amaliyotda ko'pincha mana shu vakolat va mas'uliyat o'rtasidagi muvozanatni ta'minlay olmaydilar. Bu nima degani? Ko'p hollarda vakolat berilgan lavozim egasi natija uchun javobgar bo'lmaydi. Yoki aksincha, ma'lum bir vazifa uchun mas'ul shaxslarga o'sha vazifani amalga oshirish yuzasidan mustaqil qarorlar qabul qilish imkoniyati berilmagan bo'ladi. Bu esa xodimlarda o'ziga bo'lgan ishonchni susaytiradi, boshqaruv jarayonini esa samaradorligini tushirib yuborishi mumkin. Bu nomutanosiblikni amaliyotda qanday farqlash mumkin? Xo'sh, bu yerda vakolat va mas'uliyat tushunchalarini yana aniqlashtirib olsak. Demak, vakolat bu rahbar yoki menejer o'zining zimmasidagi ma'lum bir vazifalarni yoki qaror qabul qilish huquqini kimgadir ishonib berilishi bo'lib hisoblansa, mas'uliyat esa ma'lum bir vazifalar va ularning oqibati uchun javobgarlik bo'lib hisoblanadi. Amaliyotda nomutanosibliklar ko'p kuzatiladi. Masalan, aytaylik, biror xodim ma'lum bir muammoni ko'rib turibdi, balki bunda yechim ham bor, lekin u o'ziga o'zi savol berib ko'radi. Men bu vazifani yoki shu masalani hal qilishga meni haqqim bormi? Bu meni funksiyamga kiradimi? Balki mana shu vakolat doiramdan chiqib mana shu muammoni yechganimda jazolanib qolmaymanmi degan savollarni berish mumkin va aynan mana shu savollar uni to'xtatib qoladi. Yoki aksincha, kimgadir aniq chegaralanmagan, belgilanmagan vakolatlar berilgan bo'ladi. Aytaylik, sallasini olib kel desa, kallasini olib keladi. Qarorlar qabul qilinadi, lekin natija uchun mas'ul shaxs yoki natija uchun javobgar shaxs mavhumligicha qoladi. Bunday sharoitda tizim yo'qoladi, tashabbus esa pasayadi, mas'uliyat bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yuradi. O'zi vakolat va mas'uliyat bo'yicha bitta to'liq video olishimiz kerak-da. Rahbar bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilish kerak? Eng birinchi qadam vakolat va mas'uliyat chegarasini aniqlashtirib olish kerak. Agar xodimdan ma'lum bir natija talab qilinayotgan bo'lsa, demak, mana shu natija yuzasidan yoki mana shu vazifa yuzasidan mustaqil qarorlarni qabul qilish imkoniyatini berish kerak. Bundan tashqari, boshqa xodimlarga beriladigan vakolatlar mana bu xodimni mas'uliyatiga yoki ishini mustaqil bajarishiga, mustaqil qaror qabul qilishiga xalaqit bermasligi kerak. Yana bir muhim jihatni unutmasligimiz kerak, vakolat shaxsga emas, lavozimga beriladi va u mas'uliyat bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Bundan tashqari, ma'lum bir rahbarni yoki xodimni nazorat qilish vakolati undan quyi turgan kishiga beriladigan bo'lsa, bu boshqaruvda jiddiy xatoga sabab bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, vakolat mas'uliyat bilan ta'minlanmagan bo'lsa, bu xavfli, mas'uliyat vakolatsiz bo'lsa, bu samarasiz.